Assalomu alaykum barchangizga. Bugun siz bilan quymoq tayyorlaymiz. Qani birinchi bismillahir-rahmanir-rahim deb ishimizni boshlab olamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bakalashkani olasiz. Bakalashkaga bir chashka unni solib olamiz. Demak, unni solib oldik. Endi 2 dona tuxum. Keyin ketidan qo'shimcha tuz, bitta qoshiqda soda, chayin soda solib olamiz. Ketidan 4 ta ложкada, mana katta qoshiqda shakar. Ikkita, 3 ta, mana 4 ta. Buni ham solib oldik. Endi navbat sutga keldi. Bitta bakalda sut. Demak, bitta bakalda sut va bitta bakalda qaynagan suv solib olamiz. Qaynagan suvimizni solamiz. Ketidan ozgincha yog'. Iste'mol yog'ini solib olamiz va mana shunday tayyor holdagi massamizni aralashtiramiz. Mana shu ko'rinishda bakalashkada aralashtirib olamiz. Mana tavamizni ham qizdirib oldik. Endi unga ozgina bakalashkadan quyib olamiz. Va tavamizni aylantirib olamiz. Mana qizarishini kutamiz. Demak, bularni qizargandan keyin aylantirib olamiz. Ko'rinishda aylantirib olasiz. Oralari kabe bo'lib pishadi. Juda ham yumshoq, mazali bo'lib chiqadi. Takrorlab quymoqni pishirib olaveramiz. Mana qarang, oralari katta kovoy bo'lib pishyapti. Juda ham mazali bo'lib. Mana quymoqimiz ko'ryapsiz qanchalik chiroyli bo'lib pishgan oralari. Juda ham qarang. Mana turib olamiz. Mana keyingisini ham davom ettiramiz. Yana xuddi shunday. Mana qarang, bakalashgan. Mana ko'ryapsizlar, buni quyuq va suyuqligini. Mana hurmatli obunachilar, bir-biridan shirin bo'lgan, chiroyli bo'lgan quymoqlarimiz tayyor bo'ldi. Ularni yanada shirin va ishtahani ochadigan bo'lish uchun bolalarim yaxshi ko'radigan qulupnay va banan mevasi bilan mana bu ko'rinishda bezadim. Mana